Qiyomat yaqinmi? 63 yoshga kirgan, payg'ambarimizning yoshiga kirgan odam ko'chalarda farzandlarini deya xor bo'lmoqda. Aldab yurishibdi meni. Men ko'cha-ko'yda yuribman. Mana hozir Do'ppi degan mehmonxonada. Shu yerga ham boshida ozgina pul to'lab turishdi. Keyin to'xtatishdi. Endi hozir bu yerdan haydasam ko'chada yuraman. Bo'mish bo'lib shekilli. Qarigan chog'imda. Xalqimizda bir maqol bor. Otang jinni bo'lsa ham boylab boqqin degan. Lekin senga o'xshaganlar nega otani xor qilishmoqdasan? Mana oxir zamonmi shu endi? O'z farzandlarim mana shu ahvolga solsa. Yordam beringlar, birodarlar, yordam beringlar. Meni yoshimda bu odamni namoz o'qib, oyoq qo'lini uzatib o'tiradigan. Pul uchun meni farzandlarimni ne ahvolga solishyapti mana. Ushbu 63 yoshdagi otaxon gastrinsa yurib xalqimizga murojaat qildi va meni farzandlarimni ko'rib qo'ying va bularni sharmanda qilinglar. Men ko'chada qoldim deya yig'lab murojaat qildi. Yurib ko'zimda yosh ham qolmadimi? Kecha kunduzna birodarlar yordam beringlar, yordam beringlar. Sharmandasini chiqarib tashlanglar bunaqa farzandlarni. Nima deysiz? Mana shunga o'xshagan farzandlarga Alloh o'zi insof bersin va o'zi kifoya qilsin deydiganlar va otaxonni biz albatta yordam beramiz deydiganlar like bosib qo'ying va kommentariya qismiga esa farzandlariga insof tilab yozib qo'ying. Biz esa videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Hayot TV kanalidasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Kunigacha ijtimoiy tarmoqlarda otaxon 63 yoshga kirgan otaxon yig'lab murojaat qildi. Va albatta ushbu video murojaatdan so'ng Elparvar ommaviy axborot vositasining rahbari Humoyun o'sha gastrinsa, Do'ppi degan gastrinsaga bordi va otaxondan intervyu oldi. Otaxonning aytishiga qaraganda, bir oy davomida farzandlari unga uy olib berar emish. Lekin ushbu otaxonning farzandlari bilan gaplashganda har kuni 100 ming so'mdan pul tashab turibmiz deya iddao qilishgan va otaxondan so'rashganda otaxon menga hech qanaqa pul bermayapti deya gapirib o'tdi. Aziz vatandoshlar, ko'p gapirmayman-da sizlarga videosini taqdim qilsam. Marhamat. Nimadan gapirishni ham bilmay qoldimmi? O'z farzandlarim meni aldab mana shu ahvolga solishyapti. Nimadan boshlashim mumkin? Men yashagan uyim 3-tor ko'cha Sodiq Azimova Yashnobod tumani buzildi. Evaziga uy berdi. Mana 6 yil ichida men shuni oldim, bolalarim sotib mana 3 oydan bir aldab yurishibdi meni. Men ko'cha-ko'yda yuribman. Mana hozir Do'ppi degan mehmonxonada. Shu yerga ham boshida ozgina pul to'lab turishdi. Keyin to'xtatishdi. Endi hozir bu yerdan haydasam ko'chada yuraman. Bo'mish bo'lib shekilli. Qarigan chog'imda. 63 yoshman, payg'ambarimiz yoshidaman. Mana oxir zamonmi shu endi? O'z farzandlarim mana shu ahvolga solsa. Yordam beringlar, birodarlar, yordam beringlar. Meni yoshimda bu odamni namoz o'qib, oyoq qo'lini uzatib o'tiradigan. Pul uchun meni farzandlarimni ne ahvolga solishyapti mana. Yig'layverib ko'zimda yosh ham qolmadimi? Kecha kunduzna birodarlar yordam beringlar, yordam beringlar. Sharmandasini chiqarib tashlanglar bunaqa farzandlarni. Nima deysiz? Nima deyishga ham qayrim. Kechiringlar. Necha kundan beri qornim och. Bular pulni olib
ancha uyoq beramiz, anaqa qilamiz. Aldab mana endi telefonim blok qilib, telefonga javob bermay faqat qochib yurishib turdi. Ey Alloh, ey Alloh. O'z farzandlarim, siz. Spirtli ichimlik iste'mol qilasizmi? Bo'lgan bir paytlar. Alaykum assalom. Uzunsiz, ishlar yaxshimi? Ko'rganimdan xursandman. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, qalaysiz? Uzunsiz, charchab qolmayapsizmi? Qalay bo'lyapti ishlar? Allohga shukr, yaxshi, Xudoga shukr. Ijtimoiy tarmoqda sizni rosa hamma so'radi, hamma yordam beraman dedi o'rtoqlar. O'sha ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Dodamiz oldilariga keldik, o'shani olib chiqib bering, biz yordam beramiz deydilar. Doda qarang, bir o'tirib siz bilan ochiqcha bo'layotgan holat bo'yicha gaplashsak, hech narsani yashirmasdan, nima holatlar bo'lgan. Boya o'g'lingiz ham menga telefon qildilar. Bo'layotgan holat bo'yicha gapirib berdilar. Ozgina ranjib anaqa qilishdi bolalarim. Men aytmoq xohlamadim, hammasi dabburishdan bo'lib ketib qoldi. Men noiloj bo'ldim, majbur bo'ldim shu ish qilishga, deb anaqa qildim. Men qayerga borishni bilmay qoldim qari odamman. O'g'lingiz har kuni 100 ming so'mdan pul tashab turibman deyaptilar. Bunaqa emas. Bunaqa emasmi? Bunaqa emas. Menga aytganligi bo'yicha shunaqa. Doda qarang, yana bir narsa sizdan so'rayman. Ko'nglingizga olmang, savol. Spirtli ichimlik iste'mol qilasizmi? Bo'lgan bir paytlar ajrashgandan juda berilganman. Meni o'rnimda odam zahar ham ichadi. Men ko'rgan. Hozirchi? Hozir yo'q, Allohga shukr. Bunda to'xtaganman, qancha bo'lgani. Endi menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha sizga savol beraman-da. Shunaqa ma'lumotlar keldi. Bemalol. Spirtli ichimlik iste'mol qiladi yoki janjal qiladi, shunaqa holatlar ko'p bo'lgan ekan. Bugun ham mana shu ro'dda shunaqa gap bo'ldi, shunaqa to'g'risida bu astag'firullah, unaqa narsa hech bo'lmagan. Bu hammasi noto'g'ri gaplar, hammasi. Bilmay, qatdan topishyapti bu gaplarni boshqalarni. Men aytaman, yana takror aytaman. Meni ko'rgan odam 6 yil ichida ko'rgan. Men uni zahar ichadi. Hozir farzandlaringiz qo'limizda pul bor, uy qidiryapmiz deyishyapti. Shunaqa. Xullas, Xudo xolasa 1 oy ichida sizga uy qilib beriladi. Qilib beramiz, va'da berishdi. Bugun o'shani ro'dini bosib oldi ham, hammani oldi 1 oy ichida. Mendan ozgina ranjishdi lekin. Ada bekor qilib, sharmanda qilib boshqadi. Endi nima qilay dedim. Men necha kun ham yotibman dedim. Yeyishga ovqatim bo'lmayapti, boshqa bo'lmayapti dedim. Telefon qilsam blok qilib qo'yasizlar. Keyin men gumonga chiqib ketdim dedim. Demak, yana aldashibdi xuddi bir xona o'yxat dedim. Ijtimoiy tarmoqda bizani kuzatayotgan odamlar hamma sizga yordam beramiz, uy beramiz deyishyapti. Hozirgi paytda sizga 1 oy ichida uy qilib beriladi. Sizga hozirgi boshqa anaqa yordamlar kerak emas, to'g'rimi? Yo'q. Allohga shukr, rahmat. Men bolalarim hammasini tushunib yetishdi. O'zi uni orqasida ijtimoiy rahmat, yaxshi odamlar bor, o'shaning shu dunyo turibdi. Agar bo'lmadi nima bo'lardi bu dunyoda? Shu odamlar hamma yoqdan chaqirishyapti. Bu yoqqa keling, menga keling, menda yashang boshqa deb. Rahmat. Telefon ham qilishdi? Telefon ham qilishyapti. Nima yordam? Men aytdim, bo'ldi, hammasi hal bo'ldi. Mana bolalarimlar hammasi kelishuv bo'ldi. 1 oy ichida Xudo xohlasa o'yli joyli bo'laman deganman. Bu borada Yashnobod rudisiga ham, ichki ishlarga ham rahmat deb qolaman. E'tibor qoldirmaganingiz uchun. Shunaqa qanaqadir murojaat chiqadigan bo'lsa, bittada xodimlarni jo'natib, joyida o'rganish bo'ladigan bo'lsa, hal bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa hech kimda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bizda hech qanaqa muammo yo'q, to'g'rimi? Hozirgi paytda sizda ming qatlashku, Xudoga 1 oy ichida uy bo'ladi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Bizani kuzatib turganlar, bee'tibor qoldirmaganlar, hammaga rahmat. Otaxon yaxshilar, Xudo xolasa 1 oy ichida uyli bo'ladi, yana bir video qo'yamiz. Baraka topsin, umrlar uzoq bo'lsin. Shunchalik jon kuydirgan, men yig'lab yordimki gap ochib. Yaxshi odamlar bor, o'shaning uchun dunyo. Yaxshi odamlar ko'p. Dunyo turibdi o'shaning uchun. Hammaga rahmat. Nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zbekmiz. Eng avvalo barchamiz musulmonmiz. Aziz vatandoshlar, ushbu otaxonga qo'ldan kelgancha poddeshka qilib yordam berib qolaylik. Manzili Yashnoboddagi Do'ppi degan otelda istiqomat qilmoqda hozirgi kunda. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga dovir sog' bo'ling, omon bo'ling.